Assalomu alaykum. 11-mavzu novda va poyaning xilma-xilligi. Xo'p, novdalar ikki xil bo'ladi: generativ hamda vegetativ novdalar. Xo'p, vegetativ novdalarda kurtaklar hamda barglar bo'ladi. Generativ novdalarda esa gullar hosil bo'ladi. Xo'p, poyalar ichki tuzilishiga ko'ra ikki xil bo'ladi: yog'och poya hamda o't poya. Yog'och poya barcha daraxtlarda, butalarda, yarim butalarda poyasi yog'och poya bo'ladi. O't poya esa ko'pincha yer ustki qismi bir mavsumda, faqatgina bir mavsum yashaydigan o'simliklarniki o't poya hisoblanadi. Xo'p, poyalar yana bo'yiga qarab ham turli xil bo'ladi, o'sishiga qarab. Misol uchun juda ham kalta piyozda 2 mirzaterak. Mirzaterakning bo'yi 20-25 metrgacha bo'ladi. Xo'p, Kaliforniyada o'sadigan sekvoya dendronining bo'yi 110 metrdan 140 metrgacha bo'lishi mumkin. Bir yuz o'n metrdan 140 metrgacha. Xo'p, Avstraliyada o'sadigan evkaliptning bo'yi 150 metrdan 155 metrgacha o'sishi mumkin. Va beshinchisi, Janubiy Osiyoda tropik mintaqalarda o'sadigan rotang palmasining bo'yi 400 metrgacha bo'lishi mumkin. Poyalar yana shoxlangan hamda shoxlanmagan turlarga bo'linadi. Bu narsada o'qituvchilar, ustozlar aytadi, faqatgina shoxlanmagan o'simlikka palma kiradi. Shuni eslab qolsak bo'ldi. Qolgan poyalar shoxlangan hisoblanadi. Shoxlanmagan faqat palma. Xo'p. Yana o'simliklar o'sishiga qarab ham turli xil bo'ladi. Misol uchun tik o'suvchi o'simliklar bor. Tik o'suvchi o'simliklarga kitobda 4 ta misol keltirilgan. Ular terak, olma, qayrag'och hamda bug'doy. O'sishi. Tik o'suvchi 4 ta o'simlik. Birinchisi terak, ikkinchisi olma, 3 qayrag'och, 4 bug'doy. Ular tik o'suvchi poyalar. Ko'tarilib o'suvchi poya. Bitta berilgan. Sevarga. Xo'p, keyingisi o'rmalab o'suvchi o'simliklar. O'ralib o'suvchi. O'ralib deydi. O'ralib o'suvchi o'simliklarga ikkita misol keltirilgan. Ular qo'ypechak hamda karnagul. Xo'p, o'ralib o'suvchi o'simliklar yon atrofidagi tayanch yoki biror bir o'simlikka o'ralib o'sadi. 4. Ilashib o'suvchi.
Ilashib o'suvchilarga 3 ta o'simlik berilgan. Bu o'simliklar gajaklari orqali biror bir tayanchga ilashib o'sadi. Ularga 3 ta o'simlik: qovoq, tok, no'xat. Xo'p, yana palak yozib yoki yoyilib o'sadigan o'simliklar bor. Ularga 5 ta o'simlik misol keltirilgan. Birinchisi, bunga ham qovoq kiradi. Qovoq, 2 qovun, 3 tarvuz, 4 bodring, 5 temir tikan. Xo'p, bu mavzuda yana berilib ketgan ma'lumot: qitiqsimon bargli 5. Qitiqsimon bargli 2 ta o'simlik berilgan. Saksovul va qandim. Xo'p, keyingisi 6-si o'rmalab o'suvchi o'simliklar. Ikkita o'simlik berilgan. Bu o'simliklar poyasidan qo'shimcha yer ustki qismidagi poyasidan qo'shimcha ildizlar chiqarib o'rmalab o'sadi. Ularga qulpunay, ikkinchisi g'o'zapanja. Xo'p, yana o'simliklar eniga, qalinligi, uzunligi qancha bo'lishiga qarab ham turli xil bo'ladi. Misol uchun, ipsimon pechaklarda, yong'oqni eni 4-6 metrga keladi. Chinorniki 8-10 metrga keladi. Xo'p, yana poyalar ko'ndalangiga kesimi ham, kesib qaralganda ham turli xil bo'ladi. Ular misol uchun dumaloq poya. Ko'ndalangiga kesib qaralganda dumaloq. Xo'p. Dumaloq dedik. Bug'doyda 2-3 qirrali. Hilol o'simligida 3-4 qirrali. Rayhonda va 4-si qitiqsimon yoki qanotchalik. Qitiqsimon, qanotchalik. Burchoqda novdalarni va poyalarni xilma-xilligi mavzusida berilgan ma'lumotlar shulardan iborat.